Assalomu alaykum kanalimiz a'zolari va bizni kuzatayotgan obunachilarimiz. 16 talik stullarimizni 3D variantdagisi Cobra fasonda ishlarimizni va nihoyat bitirdik. Bularimiz 100% yong'oq materialdan tayyorlandi. Stullarimiz. Stolimiz keladigan bo'lsak, stolimiz NDFdan 3.60 ga 120 cm bo'lib 3 ta oyoqli bo'lib tayyorlandi. Bularimiz 16 talik. Va kraskalariga keladigan bo'lsak, kraskalarimiz hop 100% turetskiy shampan svetda sepilgan. Bularımizga hop 3D bo'lib oyoqlari ham go'zal bo'lib chiqdi bularimiz. Matolariga keladigan bo'lsak, matolari 3D turetskiy material bo'lyapti. Bular ham hop orqalarida 4 cm lik machalka, sidinasi 12 cm lik machalka bilan ishlov berilgan. Bularimizni orqa tomonlarini ham bir qator ko'rsatib o'tamiz. Orqalariga ham o'zini stulimizni oldi va orqa sidinasiga gullarni bir-biriga tushirib chiroyli qilib berganmiz. Ko'rib bitta baho berasizlar. Bittadan like bosib, qo'llab-quvvatlab kanalga obuna bo'lib qo'yasizlar. Bu ishimiz Jizzaxga tayyorlandi. Jizzaxga, G'allaorolga tayyorlab berdik. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqib ko'rasizlar. Farg'ona, Andijon, Namangan bo'ylab dastavkalarimiz mutlaqo bepul. Qolgan viloyatlarga kelishilgan holatda dastavkalarini chiroyli qilib yetkazib beramiz.